Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Real Madrid Ryudiger bilan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralarni to'xtatdi. Marca xabariga ko'ra, Real Madrid 32 yoshli himoyachi Antonio Ryudiger bilan yangi shartnoma muzokaralarni to'xtatdi. Ispaniyaning Marca nashri yozishicha, Real Madrid klubi va 32 yoshli nemis himoyachisi Antonio Ryudiger o'rtasidagi yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar vaqtincha to'xtatildi. Bunga futbolchining mushak jarohati sabab bo'lgan. Muzokaralar bir necha oy avval boshlangan bo'lib, tomonlar moliyaviy shartlarni muhokama qilib ulgurgan va o'zaro kelishuvga erishish istagini bildirgandi. Ryudigerning amaldagi shartnomasi 2026-yil yozgacha mo'ljallangan. U Real safida 2022-yil yozdan beri o'ynamoqda. Nemis futbolchisi Madrid klubi bilan birgalikda Chempionlar Ligasi va Ispaniya chempionligini qo'lga kiritgan. Joriy mavsumda esa Ryudiger atigi bitta o'yinda maydonga tushishga ulgurdi. O'zbekiston milliy jamoasiga bosh oshpaz va nutritsiolog jalb etildi. Ispaniyalik mutaxassislar futbolchilarning umumiy tayyorgarlik sifatini oshirishga e'tibor qaratadi. O'zbekiston milliy jamoasiga bosh oshpaz va nutritsiolog jalb etildi. Bu haqda UFA matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatiga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda. Jamoa futbolchilarining sog'lom ovqatlanishini nazorat qilish, tiklanish jarayonlarini yaxshilash va umumiy tayyorgarlik sifatini oshirish maqsadida milliy jamoa shtabiga ispaniyalik bosh oshpaz hamda professional nutritsiolog jalb etildi. Bu tashabbus jamoa futbolchilarining to'g'ri ovqatlanish tartibini saqlash, energiya balansini ta'minlash va o'yinlardagi jismoniy tayyorgarlikni yuqori darajada ushlab turishda muhim ahamiyat kasb etadi. PSG super hujumchi uchun 150 million yevro ajratdi. PSG tarkibni kuchaytirish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Liga 1 grandi Galatasaray hujumchisi Viktor Osimhen uchun 150 million yevro to'lashga tayyor deya xabar bermoqda Transfer News. Qayd etilishicha, 26 yoshli Osimhen Barselonaga ham qiziq, ammo PSG nigeriyalik uchun kurashda kataloniyaliklarni ortda qoldirishi mumkin. Viktor Osimhen Chempionlar Ligasining joriy mavsumidagi 3 ta o'yinda 6 ta gol urdi. Aynan Galatasarayning nigeriyalik forvardi UEFA klublari o'rtasidagi asosiy turnirda to'purarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda. Amaldagi shartnoma Osimhenni 2029-yilning yarmigacha Galatasaray bilan bog'lab turadi. Barselona Liverpool yarim himoyachisini sotib olmoqchi. Barselona Liverpoolning 23 yoshli niderlandiyalik yarim himoyachisi Ryan Gravenberch bilan shartnoma tuzish variantini ko'rib chiqmoqda. Gravenberch 2023-yildan beri Liverpoolda o'ynamoqda. Ammo futbolchi aynan shu mavsumda yangi bosqichga ko'tarildi va mutaxassislar fikricha klubning eng muhim o'yinchilaridan biriga aylandi. Ryan Gravenberch bu mavsumda Liverpool safida barcha musobaqalarda 11 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Merseydliklar bilan shartnoma 2028-yilning yozigacha amal qiladi. Vinicius yarim yo'lda qolib ketdi. Yamal nafratlarga nishon bo'ldi. Ispaniyaning irqchilik va ksenofobiya masalalarini tadqiq qiluvchi observatoriyasi ijtimoiy tarmoqlardagi irqchilik toifasidagi har 10 ta haqoratli postlar va kommentlarning 6 tasi Barselona yulduzi Lamine Yamalga qaratilganini ma'lum qildi. El País nashrining yozishicha, irqchilik namoyon etgan barcha postlarning 60% Lamine Yamal nishon qilib olingan. Ispaniyalik futbolchi bu borada turli mojarolar markazida yuradigan Realning braziliyalik legioneri Vinicius Juniordan ham o'tib ketdi. Lamine Yamalga bo'layotgan onlayn hujumlar futbolchining oltin to'p taqdimot marosimiga borgandan boshlab kuchayib ketdi. Parijdagi tadbir davomida 18 yoshli futbolchini noqonuniy immigrant deb tahqirlagan akkauntlar ko'paydi. Irqchilik va insonning kelib chiqishi, millati, rang-ro'yi va diniy e'tiqodlariga qarab tahqirlash holatlari futbolda tez-tez uchrab turadigan muammolardan hisoblanadi. Lamine Yamalning o'zi Ispaniyada tug'ilganiga va shu mamlakat fuqarosi bo'lganiga qaramay, uning kelib chiqishi Afrika, xususan Marokashga borib taqaladi. Salohga kelgan 150 million yevrolik maosh taklifi Liverpoolni xavotirga solib qo'ydi. Muhammad Saloh hozirda Liverpooldagi faoliyatining eng hal qiluvchi bosqichlaridan birida turibdi. Angliya chempionlari misrlik futbolchiga yuborilgan 150 million yevrolik yillik maosh taklifidan keyin xavotirga tushib qoldi. Klub rahbariyati Muhammad Salohni jamoaning o'zagini tashkil qiladigan o'yinchilardan biri sifatida qadrlaydi. Ammo tashqaridan kelayotgan yuqori daromadli taklif vaziyatni o'zgartirib yuborishi mumkinligi ekspertlar tomonidan juda ko'p ta'kidlanyapti. Saloh Liverpool uchun shunchaki gol urayotgan hujumchi emas, u klubning so'nggi yillardagi muvaffaqiyatlarining ramzi.
uning ambitsiyalari va hujum uslubining yuragi hisoblanadi. Uning ketishi jamoa uchun texnik va tijorat jihatdan katta yo'qotish bo'ladi. Shu sababdan klub bu masalani juda ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqmoqda. Salohni saqlab qolish uchun klub nafaqat raqib takliflariga javob berishi, balki misrlik to'purarga jamoadagi roli va kelajak istiqbolini kafolatlashi kerak bo'ladi. Holland Realga o'tmoqchi, lekin uning bitta sharti bor. Madridning Real klubi Manchester Cityning norvegiyalik hujumchisi Erling Haalandga yana qiziqish bildirmoqda deya xabar bermoqda El Gol Digital. Manbaga ko'ra, Haaland o'z atrofidagilarga qaymoq rangliklar safiga o'tishga qarshi emasligini, ammo Vinicius Junior bilan bir jamoada o'ynashni istamasligini bildirgan. Klubdagilar braziliyalik futbolchining sotuvga qo'yilishi nafaqat ichki ziddiyatlarni bartaraf etishi, balki yirik transfer uchun zarur mablag'ni ham ta'minlashi mumkin deb hisoblamoqda. Qayd etilishicha, Vinicius so'nggi paytlarda barqarorlikni yo'qotgan, tez-tez janjallar markazida bo'lib turadi va hozircha avvalgi darajasini namoyish eta olmayapti. Realning Haalandga qiziqishi bir necha yildan beri mavjud. Norvegiyalik futbolchi Manchester Cityga o'tishidan oldin ham madridliklar tomonidan ko'rib chiqilayotgandi. Hozir klubda yulduzli duet hujum chizig'ida Kylian Mbappe va Erling Haalandni birlashtirish orzusi bor. Bu so'nggi yillardagi eng shov-shuvli transfer loyihalaridan biriga aylandi. O'zbek Messini oladigan darajaga yetdik. Turkiyaning eng qudratli klubi Galatasaray prezidenti Dursun O'zbek jamoaning Inter Miami hujumchisi Lionel Messini qisqa muddatga ijaraga olishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Messi haqida gapiryapsizlarmi? Galatasaray shunaqa katta transferlar bo'yicha muzokaralar olib boradigan darajaga yetdi. Biz talablarni yuqori darajaga ko'tara oldik. Ketma-ket 3 marotaba milliy chempionatda g'olib chiqqan tarkib o'zagini saqlab qolishga erishdik. Nimaki qilayotgan bo'lsak, moliyaviy imkoniyatlarimizdan kelib chiqyapmiz. Shu bois hammamizdan Messi transfer haqida so'ray boshladi, dedi Dursun O'zbek. Ta'kidlash joizki, ayrim manbalar Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatigacha yuqori sport formasini ushlab turish uchun MLSda mavsumlar oralig'idagi tanaffus vaqtida Yevropaga kelishi haqida ma'lumot tarqatilgandi. 8 karra oltin to'p sohibi xizmatiga da'vogarlar qatorida Galatasaray ham tilga olingan. Timur Kapadze terma jamoa bilan xayrlashdi. Timur Kapadze o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida quyidagicha post qoldirdi. Milliy jamoa bilan faoliyatim nihoyasiga yetdi. Bu yillar hissiyotlar, g'alabalar va unutilmas tajribalar bilan to'la bo'ldi. Futbolchilar, jamoa shtabi va federatsiyaga ishonch va hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiraman. Ayniqsa muxlislarga doimiy qo'llab-quvvatlov, energiya va jamoaga bo'lgan ishonch uchun katta rahmat. Bu jamoaning bir qismi bo'lganimdan faxrlanaman. Jamoaga kelgusidagi o'yinlarda omad va yangi yutuqlar tilayman, deb yozib qoldirdi milliy terma jamoa sobiq bosh murabbiyi.